Assalomu alaykum barchaga azizlar. Navbatdagi ajoyib operatsiyamizni o'z nihoyasiga yetkazib oldik. Aylana qovoqlar blefroplastikasi hamda chegaralangan checklifting. Marhamat, natijani ko'rsanglar bo'ladi. Bemorimiz hozir hushsizlar. Operatsiyamizni umumiy narkoz ostida o'tkazib berdik. Yuqori qovoqlardagi ortiqcha to'qimalardan xalos etib, tashqi burchaklarimizni ko'tarib, mana bu yanoq sohasida joylashgan malarning mushuklardan xalos etib, yuqoriga tortib, hamda pastki qovoqlarda joylashgan ortiqcha yog'larimizdan bartaraf qilib, ya'ni ma'lum bir qismini olib tashlab, ma'lum bir qismini esa mana shu ko'rib turgan nasoslyozniy barazdaga ko'chirib o'tkazib berdik. Birlamchi natijamizga baho bersanglar bo'ladi. Yanoq sohasidagi to'qimalarni mustahkam qilib, mana shunday tortib berdik. Albatta, natijalar bilan Xudo xohlasa bo'lishamiz. Ishlarimiz qaytib olgandan so'ng, ko'karishlarimiz qaytgandan so'ng natijalarni ko'rsatamiz.